Men o'shani yutganman. Yutgandim. U chempion yutgansiz. U chempion yutganman. U chempion, u dunyo chempioni bo'lgan. Umuman o'ylamaganman, men qolaman deb. O'sha vaqtgacha. Men qolaman deb o'ylaganman o'sha vaqt. Haligi undan yutganman, keyin men u vaqtgacha masalan men dadamdan so'raganda, haligi siz so'rasiz, menga salgina boshqacha effekt berdi. Varjishni tashab turib, hozir men kelaman deb turib, meni xonaga kiritib qo'ygan. U qiyin bo'lgan. Men 100 ball olaman deb o'ylaganman. Ashurchkamdan yozganman. 100 ball olaman-da. Bitta odamga beraman degandim. Sabr nimasini berganda, hozirgacha buni olaveraman. Yale universiteti ruchkasi bor. Bu haqda menda ma'lumot bor. 18 yosh. Bu yoshda ko'pchilik qaysi yo'ldan yurishni bilmaydi. Bugungi mehmonimiz maktab davridanoq 3 ta sport turi bo'yicha chempion. IELTS'dan 8 va SAT'dan 1480 sohibi. Hozirda Amerikaning xalqaro Webster universitetining talabasi va ta'lim vazirlariga to'g'ridan-to'g'ri chet elliklar bilan tarjimonlik qila olgan va juda ko'plab loyihalarni boshlab qo'yib, hozir uni davom ettirayotgan va yoshlarimizga ilhom berib kelayotgan Rahmatullayev Behruzjon bugun mehmonimiz. Behruzjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan aynan sizda mana shu muvaffaqiyatlaringiz, yaxshigina bir yutuqlaringizni ko'pchilikka bir o'rnak bo'lishi uchun, bir motivatsiya bo'lishi uchun, yo'lini topolmay yurgan, endi ingliz tilini o'rganaman deb yurgan yoshlarimiz bir katta bir kuch-g'ayrat bilan sizdan ilhomlanib, aynan mana shu suhbatimizdan ilhomlanib, bir katta bir o'zgarishlar qila oladigan suhbat bo'lishini niyat qilib, sizni bu yerda mehmon sifatida chaqirdik. Xush kelibsiz. Bizni kuzatuvchilarimizga o'zingiz haqingizda qisqagina ma'lumot berib o'tsangiz. Hop, yana bir marta assalomu alaykum. Meni ismim Behruz Rahmatullayev. Men G'ijduvon shahrida tug'ilganman. Nayman qishlog'ida birinchi bo'lib Jahongir Rahmonov ustozni sentrlariga Stanford Schoolga borganman va bu juda ham turning point bo'lgan. Men hayotim o'zgarib yuborgan deyarli. Mana bugun men shu kishini oldilariga borganim mana shu ustoz bilan o'tirib podkast qilishimizga sabab bo'ldi. Uzr. Unda agar tayyor bo'lsangiz, demak siz bilan mana shu podkastimizni da beriladigan bir qancha savollarim bor. Xo'p, Behruzjon, bizga o'sha maktab davridanoq qilgan o'sha tashabbuslaringiz, o'sha sport bo'yicha bo'lgan chempion va qaysidir loyihalarda bir erishgan yutuqlaringiz haqida maktab davridan bir gapirib bersangiz. Xo'p, men birinchi 52-maktabga borganman. Bu 52-maktab Ko'ljabor mahallasidagi 52-maktab bo'ladi. Men bu tarafga 1-sinfdan 7-sinfgacha o'qiganman. Men 3 ta sport turiga qatnaganman butun maktab davrimda. 52-maktabdan keyin men 60-idumga o'tganman va hozirda 60-maktab bu. Xo'p, 3 ta sportda qatnashganman deb aytib o'tdingiz. Birinchi sportda albatta karate bo'lgan. Endi karatening turlari ham juda ham ko'p. Bizaniki Shotokan karateda bo'lgan. Men u tarafga 5 yil qatnaganman. Manaqa u tarafda bel bog'lar ham bo'ladi. O'sha birinchi oq bo'ladi, oqdan keyin sariq, qizil, yashil, ko'k. Men ko'kkacha borganman, keyin education, mana ta'limda o'qiyman deb turib, sportdan yiroqlashib turib, o'sha o'qishga kirib ketganman. Hop, ikkinchi sport albatta bu suzish sporti bo'lgan. Suzish sporti nafaqat menga jismoniy tarafdan, lekin bir tarafdan ma'naviy tarafdan, masalan, odamlarni ko'rib turib, o'zim ham ularga havas qilib turib, keyin shaxsiy rivojlanish uchun ham menga bitta sabab bo'lgan. Va keyingisi bu stol tennisi. Stol tennisini hozirgacha yaxshi ko'raman. Har kuni o'ylayman. Men bu uchun investitsiya kirityapman. O'zimga chet davlatdan raketka olib kelganman. Har kuni o'ynasam, masalan, mana bunaqa sport ba'zi bir odamlar majburiy o'ynashi mumkin. Masalan, lekin men o'ynasam, men stress bo'lgan vaqtlarim bo'ladimi yoki masalan, charchagan vaqtlarim bo'ladimi? Raketka shunday qo'lim olgan vaqtda hamma men stresslarim shunday o'chib ketadi. Ajoyib. Mana hozirgi yoshlarimizda ko'pchilik ilm o'rganaman deb, kurslarga boraman deb turib, faqat ilm bilan cheklanib qoladi-da. Ya'ni ko'pchilik yoshlarimizda hozir sportga qatnash yo'q, sport bilan shug'ullanish yo'q. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Ta'lim bilan, ya'ni yaxshi o'qish, yaxshi natijalar qilish uchun sportning o'rni qanday? Xo'p, men bunga keladigan bo'lsa, men sportni juda ham o'rni katta deb o'ylayman.
buni bir qancha sabablar bor. Masalan, mana birinchi sababi masalan o'sha albatta boshida aytib o'tganimdek odam stressga tushib qolishi mumkin, charchashi mumkin. Charchagandan keyin masalan o'zi yoqtirgan hobbi bo'lishi mumkin, sport bo'lishi mumkin. Men boshida aytib o'tganimdek, masalan men o'sha karatega borganman. Men karatega borganimdan keyin masalan shuncha o'qiganlarim, masalan keyin men borib turib o'sha shaxsiy rivojlanish uchun borib yutgan vaqtlarim, mana shu men charchaganlarim hammasi o'sha menda yo'qolib qolgan. Bu menga keyin dopamin bergan. Masalan o'sha yutuqlardan shuncha o'zim harakat qilib turib, o'zim mevasini ko'rsam shuncha harakatimni, bu menga yana mana shu kelasi qadamlarimga motivatsiya bo'lgan. Mana shu uchala sportdan eng yuqori natijasi qaysi biri bo'lgan va esda qolarlisi eng zo'ri qaysi bo'lgan shu vaqtda? Xo'p, menga eng zo'ri stol tennisi, suzish va o'sha karatedan uchalasidan eng zo'ri esda qolarlik. Wow. Birinchi men karatega borganman. Men unga endi ko'proq muddatda qatnaganman. 5 yil qatnaganman. Suzishga 2 yil va stol tennisga 4 yil bo'ldi. Stol tennis o'zim shug'ullanaman. Karatega menga bo'lgan o'sha dunyo chempioni bo'lgan. Meni o'zim yoshim bo'yicha Abror degan bola bo'lgan. Meni respublika chempionati bo'lgan. Men chiqayotgan vaqtim u 4-chi stage bo'lgan. Men uni yutsam, o'sha men o'rin oladigan bo'lganman-da. U odam keyin men bo'ldi men yutaman deganman-da. U ancha chempion bo'lgan o'sha vaqtda. Yo'lda chiqqan, xohlagan odamni yutib ketgan. Men shunday qaraganman, bo'ldi. Yo'q, men chiqmayman deganman. Demotivatsiya bo'lgansiz? Ha. Bo'ldi, men shuni to'xtataman deganman. Lekin men ustozim bo'lganlar, o'sha Fatullo Nasuloyev degan, u kishi chiqasan, ishonamasanga masalan shuncha praktika qilganmiz sizlar bilan. U kishi meni o'sha qobiliyatimni ko'rib olib, nafaqat o'sha sport zaliga o'zlarining uylariga ham taklif qilganlar. Biz uylarga borib, shogirdlar 7-8 ta shogirdlar bilan shug'ullanardik. Unga ham juda ham qiziqarli hikoyalar bo'lgan. O'sha borgan vaqtimiz keyin ishonamasanga chiqasan, yutib bilasan deganlar. Men borganman. Xuddi o'sha odamni oldimda yo'lda tasavvur qilganman. Xuddi o'zim qanday qilaman? Har kuni har bitta praktikadan keyin, mashg'ulotdan keyin uyga borib o'zim shug'ullanardim. O'sha dadamlar uy taklif bergandilar, bemalol borib turib xohlaganman shug'ullanardim. Men shu narsani juda ham motivatsiya bo'lgan, borib turib oldin hech kim bo'lmaganda men o'zim mashq qilganman, bajarib berganman. U tarafda katta bo'ladi, katta o'sha mashqlarni yodlab borib turib bajarib berish. Men o'shani yutganman. Yutganim, u chempion yutgansiz? U chempion yutgan. U chempion, u dunyo chempioni bo'lgan. O'shandan keyin u yig'lab juda ham xafa bo'lgan odam. Lekin shu esda qolardi. Esda qolardi bo'lgan menda. Tasavvuringizda birinchi shakllantirib olgansizda yutganingizda shunaqami? Ha, shunaqa bo'lgan. Masalan, o'sha men har doim masalan o'sha mamlakatda men kecha YouTube'ni scroll qilib turgan vaqtim bitta videoni ko'rib qoldim. O'sha NBA player, mana NBA player degan o'sha basketbol o'yinchisi bitta odamning YouTube kanali bor. Borib turib $1 million necha yoshda erishgansiz deb savol beradi. Va odam aytadi, men 20 yoshimda deb aytadi. Keyin o'sha vaqtda qanday qilib bu darajaga erishgansiz degan vaqtda ana endi ularda mana bunaqa yutuqlar bo'ladi. MVP degan yutuq bo'ladi. U Kobe Bryant bilan gaplashadi. Kobe Bryant legend, u shu afsona, odamlar unga qarab turib havas qiladigan odam, afsuski o'tib qolgan odam. U odam 20 yoshda $1 million topgan odam so'ragan o'shadan o'sha Kobe Bryant menga challenge ber deb aytgan. Challenge ber degan vaqtda MVP degan awardni yut deb aytgan. U odam uni yutish uchun baklashga bo'lgan. O'shani og'ziga, mana bu litiga yozib qo'ygan. Men MVPni yutishim kerak. Ayni o'sha baklashgani bu har kun ko'tarib yurgan. Men har kun ko'rganman. U baklashga emas, suv idish bo'lsa kerak-da, yozib yozgan bo'lsa. Ha. Shunaqa qaror. Usti yozilgan bo'lgan, men o'sha MVPni yutishim kerak. Aynan shunaqa produktni olganki, o'sha har doim oldida olib yuradigan. Uni har doim ko'rgan, ko'zi tushgan. Uni ko'rgandan keyin u miya odamni eshitadi baribir. Uni eshitgandan keyin, uni ko'rgandan keyin o'zi ham his qiladi. Miya uni tayyorlaydi va shunaqa qilish. Albatta, masalan, o'sha ingliz tilida mana shunaqa psychological trick bor. Bu self-fulfilling prophecy deb ataladi. Bu degani nima o'ylasa xuddi o'sha narsa bo'ladi. Xuddi mana shu narsada, masalan, men borib har bitta praktikadan keyin borib uyimda shug'ullanganim, men o'zim o'ylaganman, men yutaman. Men
boshida aytib o'tganimda karateda ikkita qism bo'ladi. Kata va kumite. Men o'sha kata bo'yicha umuman o'ylamaganman, men qolaman deb. O'sha vaqtgacha. Men qolaman deb o'ylaganman o'sha vaqt, hali undan bitganman, keyin men umuman qo'rqib qolmagan. Demak, xulosa shunday bo'ladiki, har bir muvaffaqiyatdan oldin u muvaffaqiyatni odam o'zi yaratib olishi kerak. Qayerda? Tasavvurda, o'zining fikrlarida va uni sekin-sekin takrorlash natijasida albatta muvaffaqiyatga erishilinadi. Xo'p, ajoyib. Maktab davrida yana qanaqangadir bir muvaffaqiyatlarimiz bormi shunda? Xo'p, maktab vaqtida o'sha vaqtlari bilma bellashuv bo'lgan. Bilma bellashuv bo'lgan vaqtda hozir masalan bilma bellashuv yo'q. Bilma bellashuvdan keyin o'sha hokim olimpiadasi kirib ketdi. Men bilma bellashuvga 5-sinfda qatnashganman. 5-sinfda xo'p men o'sha vaqtda matematikadan bormoqchi bo'lganman. Fransuz tili fanidan bormoqchi bo'lganman. Lekin men fransuz tilini tanlaganman. O'sha ustozlarimiz men buni olaman deb mana shunaqa masalani matematika aytaman, masalani fransuz tilini aytaman deganlar. Men endi o'sha vaqtda tanlab olishardi. Men salgina motivatsiyam kuchli bo'lmagan, bilmayman. Fransuz tilini ketaman deganman, ko'zim yetganmi. Lekin o'sha vaqtda matematikadan yaxshi bo'lganman. Lekin o'sha fransuzdan borib turib, o'sha bilma bellashuvdan o'rnak olgandim men, o'sha tuman bosqichi bo'yicha. Va shundan keyin maktab davrlari haqida gapirishadigan bo'lsak, o'sha IELTS bo'lgan, SAT bo'lgan keyin undan keyin o'sha bizada Ibrat Tibet campga borib kelganman. Men o'sha universitetda bitirganman. Zo'r, ajoyib. Ana endi bizga o'sha yuqori natija, IELTS dan 8 olgansiz. SAT'dan 1480 olgansizda, bu juda ham katta bir ajoyib yutuq, ajoyib natija. Xo'p, mana shu yuqori natijalarni olish uchun motivatsiya, umuman o'zi ingliz tili o'rganishdagi qiziqish qachon, qanaqa holatda paydo bo'lgan, shakllangan, shu haqida ko'pchilikka qiziq bo'ladi. O'zi nima uchun ingliz tili o'rganishga qiziqish uyg'ongan, nima sabab bo'lgan, qanaqa kuch kelganki siz yuqori natijani harakat qilib turib, masalan, til o'rgangansiz. Juda ham yaxshi javob keldi. Xo'p, men to'g'risi boshida fransuz tiliga tayyorlanganman-ku. Opam bilan ingliz tilida tayyorlangan vaqtlarda ustidan kulganman o'sha vaqtda. Qanaqa qo'yqayapsiz, masalan, so'z buni yozilgan bo'lsa, qanaqa buni o'qiladi? Tushunmayman sizlarni. Undan ko'ra boshqaroq tilni o'rganinglar deb sizlarga kulganman. Lekin taqdir olib keldi, ham o'sha ingliz tilida o'qiyman hozir. Bu qiziqish qayerdan kelgan desa, masalan, albatta bu o'sha odamni atrofidagi odamlari baribir effekt qiladi, odamga ta'sir o'tkazadi. Albatta bu mamlaqa o'sha global language bo'lgan, ya'ni bu dunyo tili ingliz tili bo'lgan. Masalan, men buni bittadan sizga o'xshataman. Masalan, men kitob o'qimoqchiman. Masalan, men kitob o'qimoqchi bo'lgan bo'lsam, kutubxona bor, o'sha kutubxonaning eshigi yopiq. Va bizda kalit kerak, uni ochish uchun. Mana shu kalit bu albatta ingliz tili bo'ladi. Masalan, biz universitetda o'sha statistika fanini o'qiymiz. Biz o'zimiz mamlaqa ko'rib ko'rgan vaqtimiz ko'pchilik qismi, mana informatsiyalarni chiqadigan ko'pchilik qismi bu ingliz tilida bosib chiqariladi. 70% dan ko'p qismi. Ana endi ikkinchi til qaysi til desangiz, bu mandarin tili deyiladi. Ya'ni bu Chinese, ya'ni Xitoy tili bo'ladi. Xo'p, ana endi rus tili qancha desanglar, rus tili 3% ekan. O'zbek tili ancha kamroq. Men endi o'zimni o'sha mindsetimni o'zgartirish uchun, ko'proq yana informatsiyalarga ega bo'lish uchun ingliz tilini o'rganganman. Masalan, xuddi ana shu narsani menga dadam aytganlar. Masalan, oddiy Google'ni ochib turib, o'zbek tilida nimadir search qilib qidir. Nechta ma'lumot chiqadi? E'tibor bering. Ya'ni rus tiliga qidir. Ya'ni ingliz tiliga qidir. Xuddi mana shu narsalar bo'lgan. Keyin o'sha albatta aytganimdek, atrofdagi odamlar menga ta'sir o'tkazgan. Bu social circle deyiladi ingliz tili termida, ya'ni o'sha ijtimoiy sizni muhit deyiladi. Masalan, 5 o'rtoq bo'lsa, 5 o'rtoq ham rivojlanayotgan bo'lsa, siz ham olib ketadi, agar o'z xohlasangiz. Lekin masalan o'sha rivojlanmaydigan guruhga kirib qolgan odam endi rivojlanish ancha qiyinroq bo'ladi. Xuddi masalan, men o'sha harakat qilganman, o'zimni levelimdan kattaroq o'rtoqlar bilan yurgan. O'z darajangizdan yuqori darajadagi ilmli, yaxshi insonlar bilan yurishni harakatda qilgansiz-da. Xo'p, yaxshi, ajoyib. Turning point degan narsa bor-da, insonning hayotida nimadir, kimdir, qaysidir suhbat, qaysidir gap odamni o'zgartirib yuboradi-da. Ya'ni hayotida
qilib yurgan ishini yoki tuzib qo'ygan rejalarini o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Shu yerda shu haqida bir gapirgandingiz. Sizda hayotingizdagi turning point, tub burilish nimada bo'lgan? Mana tub burilish Stanford School'ga borgan vaqtim mashina vaqti kelib qolganman. Men sefr olaman. Sefr olgandan keyin milliy universitet topshiraman. Tamom. Kirgandan keyin nima qilsam qilaman, masalan, universitetga boraman, ishlayman deb xayol o'tgan. Kelajak mavhum bo'lgan va maqsad juda kichkina bo'lganda, to'g'rimi? Ha, masalan, aytganimdek, oldimdagi odamni xuddi shunday o'ylagan. Va siz men ham shunday qilaman deb o'ylaganman. Bo'ldi, shu universitet sefr olib turib kiraman, xuddi odamlar qilib, men ham qilaman deb o'ylaganman. O'sha vaqtgacha o'ylaganman, masalan, o'sha chet davlat universitetiga kiraman deb, lekin masalan, menga bitta odam shuni aytmagan. O'zim o'ylaganman, lekin o'zim o'ylagan vaqtda far-fetched bo'lgan, masalan, bo'lishi mumkinmi, qila olamanmi degan masalan o'zimda shubha bo'lgan. Lekin men topshiraman degan vaqtim, men Rahmonov bolalar kelganman. Rahmonov yo'q deganda, topshirmaysan sefr deganlar, men topshiraman deb arizlab olganman, topshiraman deganman. Keyin dadamdan chaqirtirganlar, dadam bilan gaplashganlar. O'sha vaqtda menga ustoz nima uchun o'sha xalqaro universitetlarga emas degan savol bergansiz. U vaqtgacha masalan men dadamdan ham so'raganlar, lekin sizni so'rasiz, menga saligini boshqacha effekt bergan. Buni o'ylaganman. Hozir boshqa odamlar masalan universitetga kiradi, sefr oladi, buni qiladi, masalan, bir xil siklda ketadi. Lekin men xuddi siz aytganingizdek IELTS olib turib, SAT olib turib, xalqaroga chiqib turib, xalqarodagi masalan o'sha environmentni, atrof muhitni ko'rib kelib, O'zbekistonga masalan o'sha imply qilish mumkin. Siz menga aytganingiz, xuddi o'sha why not abroad, ya'ni nima uchun chet davlat emas degan fikr menga turning point bo'lgan. O'sha vaqtda men o'sha sefr shuni to'xtatib turib, xayolimdan chiqib ketgan. O'sha SAT boshlangan, IELTS boshlangan. Shunaqa. Zo'r. Endi mana bizni hozir kuzatadigan yoshlarga juda ham qiziqda. Mana siz aytganga o'xshagan ko'pchilik bir xil nimada muhitda fikrlaydi, bir xil narsani o'ylaydi. Seferni olsam, sertifikatni olsam, institutga kirsam bo'ladi. Dal shu u yog'i yo'q. Xo'p, shu yerda o'rnida bir fikr berib ketsangiz, aynan keyingi bir maqsadlarga ochilish uchun yoki bir yangicha bir boshqalardan boshqacha fikrlash uchun, o'ylash uchun aynan hozir ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilar, yoshlarimiz nima qilish kerak? Xo'p, men o'ylashim bo'yicha, masalan, bizda ikki xil maqsad qurish bor. Albatta bu o'sha qisqa short term deyiladi, long term deyiladi. Menimcha o'sha masalan odamni SAT olaman, sefr olib turib universitetga kiraman deb masalan u tarafga qolishi, ular bu short term goal. Men o'ylayman, albatta masalan o'qiyotgan vaqtda long term goal o'zi qo'yib qo'yish kerak. Shu long term goal qo'ygandan keyin xuddi mana shu qiziqadigan odamlarni topib olish kerak. Zo'r. Deb o'ylayman. Yana bitta narsani aytib o'taman. Bitta iqtibos bor, iqtibosni savol qilib bergan ingliz tilida, o'sha o'zbek tilida aytaman men. Inglizcha ayting, keyin o'zbekcha aytsangiz ham yaxshi. Aytilgan savol. Do you want to be the smartest one in the room or do you want to be in the smartest room? Hani bu o'zbek tilida degani, sen xonadagi eng aqlli odam bo'lishni xohlaysanmi? Yoki eng aqlli xonada bo'lishni xohlaysanmi? Hozir siz eng masalan xonadagi eng aqlli odam bo'lsangiz, siz xato xonada bo'lasiz. Bitta o'zingiz bo'lasiz, to'g'ri? Xuddi shunaqa. Xuddi masalan baliq akvariumga tushib qolib, tamom mana shu butun dunyo, butun borlig'im deb o'ylaganda bo'ladi. Xuddi masalan shu uchun o'sha smartest roomga, eng aqlli xonaga o'tish menga turning point bo'lgan xuddi narsa. Ya'ni atrof muhitdagi aqlli insonlar sizni aql qilib boshqacha fikrlashingiz, katta maqsadlar qo'yishingizga nima bo'ladi? Turtki bo'ladi shunga o'xshaydi. Ajoyib. Zo'r fikrlar aytdingiz. Xo'p, demak SAT, IELTS institutga kirishdan oldin olgansiz bularni. Xo'p, mana endi SAT, IELTS olish jarayonidagi bir qiziq ma'lumotlar bilan bo'lishsangiz, SAT, IELTS olishdagi masalan bizni kuzatadigan aksariyat tomoshabinlarimiz SAT va IELTS ga harakat qiladigan yoshlarda, xo'p, sizda qanaqa bo'lgan, qaysi eng yuqori ballar chiqqan, tayyorgarliklar qanaqa bo'lgan, shu haqida gapirib bersangiz. Xo'p,
Mesela SAT bo'yicha boshlayman. Hop, men SATni Ad Astrada o'qiganman. Hop, SAT tayyorlanuvchilar uchun men bitta maslahat beraman. Ingliz tili kontentni qabul qilishga, consume qilishga juda ham ko'p harakat qilish kerak. Xuddi masalan, men sizlardan o'zlaringizdan savol so'rayman, o'zingizga bemalol javob berasizlar. Nima bo'yicha yaxshisizlar? What are you good at? For example, qanaqa sport bo'lishi mumkin yoki qanaqanday hobbi bo'lishi mumkin va uni nima uchun bu hobbida yoki masalan mana shu masalan sferada yaxshi desam, albatta bu bilan ko'p shug'ullanganman yoki bu bilan ko'p vaqtimni o'tkazganman degan javob keladi baribir. Xuddi shu narsa masalan ingliz tilini level oshirgan bog'liq. Ya'ni uchun qancha ko'p ingliz tili content qabul qilsa odam, o'shanga qulog'i ham moslashadi, miyasi ham moslashadi. Xuddi masalan moslashtirib turib comprehension oshira olganman, ingliz tili content qila olib, o'shuning uchun men ham ingliz tili IELTS o'rganadiganlarga, SAT o'rganadiganlarga o'sha comprehension, ya'ni o'sha tushunish, anglash mahoratni oshirishni xohlagan bo'lardim. Masalan, ko'p kishi shortcut qidiradi. Masalan, nima qilsam qisqacha yo'ldan borishim mumkin. Nima qilsam qisqacha yo'ldan borishim mumkin. Masalan, ingliz tilida aytib o'tiladi, there are no any techniques. There is only one way to do it. Ya'ni texnikalar bor, o'zi buni olib qarasa, lekin mana bunaqa mag'zini tushunmasa, u texnikalar xuddi bir tiyinda bo'ladi. Foydasi bo'lmaydi. Shunaqa. Demak, maslahat shunday bo'ladiki, yuqori natija olish uchun ko'proq kontent ko'rib, fikrlashni oshirib, tushunishni ustiga ishlash kerak demoqchisizda. Ha, albatta keyin yana bitta fikrim bor, bu feedback olish kerak. Feedback degani masalan o'sha qanaqandir mashg'ulotdan keyin o'ziga olinadigan o'sha improve, ya'ni o'zini yaxshilanish uchun olinadigan fikrlar bo'ladi. Statistik jihatdan feedback 20% dan 30% gacha odamni o'sha o'zini jarayonini, qanaqadir mashg'ulotini oshiradigan bitta turtki bo'ladi bu ham. Xuddi masalan mana aytib ketiladi, feedback equals several months of practice. Masalan, feedback olyapsiz, uni olib turib apply qilish kerak. Qo'llash kerak bu narsani. Masalan, shunchaki olib turib tashlab emas, lekin xuddi shuni olib tursa, masalan, shuncha harakat qilib o'xshamagan narsani kerak bo'lsa o'sha point o'zida, o'sha vaqtning o'zida bemalol to'g'rilab ketsa bo'ladi. Albatta har doim feedbackni endi ko'pchilik feedbacklar bo'ladi, lekin men o'sha feedbackni ijobiy qabul qilish kerak deb o'ylayman. Lekin masalan ba'zilar feedback olgan vaqtda o'zini mana bunaqa defensive modini yo'qa oladi. Men bo'ldi himoya qila oladi. Masalan, bo'ldi men to'g'ri aytish shart emas degan narsa. Lekin men o'ylayman, masalan, shu men yutug'imga erishishimga ham feedback juda ham katta menga rol o'ynagan. Ajoyib. Mana SATni oldingiz, IELTSni oldingiz, universitet tanlash jarayoni bosqichiga keldingiz. Mana hozirda Amerikani Webster universitetida, Toshkentdagi Webster universitetida o'qiysiz. Xo'p, Webster universitetini tanlashdagi qarorga qanaqa kelgansiz? Kimlar yordam bergan, nima sabab bo'lgan? Xo'p, men siz bilan gaplashmashimdan oldin o'sha Milliy universitetga kiraman deb o'ylaganman. Albatta o'sha moliya kiraman deganman, to'xtatib qo'yaman deganman. Xo'p, men bu aytishim bilan hech qaysi universitet yomon demoqchi emasman, lekin bu men o'zimning fikrim bo'lgan. Men o'sha xalqaro nima uchun demaganingiz uchun, masalan, o'sha men xalqaro kirmoqchi bo'lganman. Xo'p, xalq aynan u taraf buni o'ylab qarasak, O'zbekistonda xalqaro universitetlar ko'p. Masalan, bizda Westminster bor, Webster bor, yangi masalan Singapurskiy bor bizda. Ha, mana shu universitetlar bor, lekin men asosiy maqsadim Webster tanlaganimda albatta bu American Education bo'lgan. Amerikani ta'lim dasturi bo'lgan. U tarafda nafaqat bitta yo'nalishda, kerak bo'lsa ikkita yo'nalishda bitib chiqsam bo'ladi. Masalan, hozir men Business Administration fan o'qiyotgan bo'lsam, men kelasi kursda xalqaro munosabatlar fanini olib turib, 4 yilning ichida ikkita mutaxassis bilan bitira olaman. Eng qizig'i, diplom olgan vaqtda Webster University'da masalan bizning kampus Webster University in Tashkent. Ya'ni u Toshkentdagi Webster University kampus. Biz u tarafdan diplom olgan vaqtimiz, diplomda Webster University in Tashkent yozilmaydi. Main kampusdan Webster University deb keladi. Amerikadan o'zidan keladi. Bemalol men uni olib turib, xohlagan davlatga borib ishlashim bo'ladi. Ya'ni bu global citizenship bo'ladi bu narsa.
Keyingi narsa menga juda ham yoqqan narsa, masalan, ba'zi bir universitetlar anaqa study abroad program yo'q. Masalan, o'sha o'quvchilarni chet davlatga yuborish programmasi yo'q, lekin Webster shunasi bo'lgan. Masalan, xohlagan kursida bir semestr yoki yarim semestrdan borib o'qib kelsa bo'ladi. Masalan, men niyatim shu ikkinchi yoki uchinchi kurslarimda men Switzerland, Shveysariyaga borib o'qib kelmoqchiman. U tarafda Leiden degan kampus bor. Nasib bo'lsa shunaqa planlarimiz bor. Zo'r, ajoyib. Biz Behruzjon bilan juda ko'p yozishamiz, suhbatlashamiz va har bitta achievementlarni, har bitta yutuqlarni Behruzjon bo'lishib keladi menga hozirgacha. Ya'ni kim bilandir gaplashsa, qanaqadir bir yutuqqa erishadigan bo'lsa, men bilan bo'lishadi ko'pincha. Menda yaxshigina ma'lumotlar bor. Endi keling, bizning kuzatuvchilarimizga aynan mana shu Webster universitetiga kirganingizdan keyingi hayot haqida gapirib bering. Mana bu yerda anchagina ta'lim vazirlari bilan ko'rishdingiz, tarjimonlik qildingiz. Yoshlar ishlar agentligi rahbari Alisher Sadullayev ustoz bilan ham ko'rishib, gaplashib, ular bilan bitta stolda o'tirib gaplashish imkoniyatlari bo'ldi. Ularga qanaqa yo'llar ochildi? Ular shunaqa darajaga chiqish uchun nima ishlar qildingiz? Bizani kuzatadigan yoshlarimizga juda ham qiziq va men o'zim ham xohlardimki, buni ko'pchilikka masalan aytib bersa, ko'pchilik uchun foydali bo'lsa kerak. Sababi ko'pchilik yoshlar institutga kirgandan keyin u yog'iga nima qilishni bilmaydi, reja yo'q. Nimalar qilsa bo'ladi, nima qilish kerak o'zi? Universitetga kirdingiz, keyingi etap qanaqa ko'rish kerak, qanaqa tasavvur qilish kerak? Juda ham yaxshi point bo'ldi. Masalan, o'sha o'quvchi universitetga kirgandan keyin bo'lmaydi, endi nima qilaman degan baribir hayot o'tadi. Albatta, hammada bo'ladi, lekin ko'pchilik o'shani hatto o'ylamaydida, nima qilaman bu yog'iga deb. O'sha uchun masalan boshida men aytib o'tganimda, albatta odamlar short term goal bo'lish kerak. Ya'ni qisqacha, masalan 4-5 yilda erishadigan maqsad bo'lish kerak va kelasi masalan 20 yilda, 30 yilda erishadigan maqsad bo'lish kerak deb o'ylayman. Xo'p, ayni men kirgandan keyin men avgustda kirib turib ketganman. O'qiyotgan vaqtimda men o'zim ekstravert odamman, ya'ni odamlar bilan gaplashishni juda ham yaxshi ko'raman. Ya'ni muloqot men uchun top o'rinda turadigan bitta o'sha mahorat hisoblanadi, skill hisoblanadi, qobiliyat hisoblanadi menda. O'sha vaqtda men konferensiyalar haqida eshitib qolganman. Webster tomonidan birinchi marta o'tkazilgan Webster Quality Assurance Forum. Ya'ni o'sha Amerikadagi direktorlar ham kelib turib, reprezentativlar ham kelib turib, o'sha konferensiya bo'lgan vaqtda men eshitib qolganman. Men ko'rgan vaqtimda menimcha eng birinchi men to'ldirgan bo'lsam o'sha kerak o'sha forum kelgan volontyorlar uchun. Men volontyor bo'lsam men boray deganman-da. Masalan, xuddi shu narsa uchun yana bitta men kod aytib ketmoqchiman. Ya'ni bu iqtibos, ya'ni bu aytiladi. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ya'ni masalan men boshlamoqchi bo'lgan vaqtimda men zo'r bo'lishim kerak emas. Masalan, zo'r bo'lishim uchun albatta boshlashim kerak. Masalan, ko'p kishi volontyor bo'la olamanmi, qila olmayman deb aytiladigan narsa, u o'ylash bo'lib qoladi, shunchaki risk qilish kerak, boshlab ko'rish kerak. Albatta hammasi birinchi qadamdan boshlanadi. Men borganman, birinchi bo'lma application men to'ldirganman, bu tarafga borganman, keyin o'sha gaplashayotganmiz bir 2-3 kun konferensiya bo'yicha. Konferensiya 2 kun bo'lgan. Birinchisi o'sha Intercontinental Hotelda bo'lgan, ikkinchisi Webster universitetining o'zida bo'lgan. Birinchi marta borgan vaqtimiz o'sha men volontyor bo'lib borganman. Men IT manager assistant bo'lganman o'sha vaqtda. Keyin o'sha vaqtda IT manager assistant bo'lgan vaqtim, men birinchi marta men o'zi shaxsiyatda bo'lmaganman. Coffee break bo'lgan. Coffee break vaqtida odamlar borib turib bemalol kofe ichib gaplashadi. Ya'ni bu networking qilish uchun. Networking o'sha odamlarni bilib olish uchun, masalan, men sizni bilmasam, bemalol borib turib so'rash mumkin. Qanaqa savollarni biladigan bo'lsa, eng qizig'i chet davlatdan kelgan odamlar bilan, men guest speakerlar bilan mehmonlar bemalol ochiq muloqot qilib gaplashsa oladi. Yaxshi imkoniyat bo'ladi chet elliklar bilan gaplashishga. Endi hamma volontyorlar chiqib ketdi. Coffee breakga. Xormos qo'lda qanaqa deb, lekin koordinatsiya ham qarab o'tiribdilar. Men o'tirgandim. O'tirgandan keyin o'sha bitta o'sha katta pozitsiyadagi odam keldilar, o'sha VIP person. Kelganlaridan keyin aytdilar, o'sha bizda badge bor edi, bejik. O'sha bejikda yozilgandi Webster University volunteer deb. Websterdamisiz deb aytdilar. Ha deb aytdim.
ingliz tilini bilasizmi demayaptilar. Albatta dedim. Nima qilish kerak dedim. Savollarim bor guest speakerga. Agar iloji bo'ladigan bo'lsa, tarjima qilib bera olasizmi deb aytdilar. Ya'ni o'zbek kishiga tarjima qilib berishingiz kerak Ha. siz. Ha. O'xshab qolsa bu o'z foydasiga. O'xshab qolsa o'ziga experience, o'xshamay qolsa ham o'ziga experience. Yani bu win-win situation. Yani bitta o'sha tosh bilan ikkita qushni urib tushirayotganda bo'ladi. Ya'ni killing two birds with a stone degan ibora bor. Keyin o'sha vaqt biz borganmiz. Borganimizdan keyin o'sha guest speakerlarimizga topganmiz odamni. Bu odam savol berayotgan bo'lgan. Men o'sha juda ham qiynalganman birinchi vaqtda, chunki masalan ular terminlar ishlatgan. Educationga. Ta'limga oid. Ayni men u so'zlarni bilganman. SATdan o'rganganman. Lekin so'zni ma'nosini bilish shart emas. Masalan, shu narsani men IELTS ga bog'lamoqchiman, SAT ga bog'lamoqchiman. Qanaqa ingliz tili kontentni o'qiyotgan bo'lsam, eshitayotgan bo'lsam, bitta so'zni masalan tushunmay qolsangizlar, sразу Google ga emas, sразу masalan qanaqa Cambridge ga emas, so'z bilish uchun emas, harakat qilish kerak. Kontentdan ma'noni olish kerak. Umumiy ma'noni olish kerak. Uni olgandan keyin ko'rsa, masalan, o'ziga yaxshiroq tushunarli bo'ladi. Men o'sha vaqtda qo'limdan kelgancha qilib berganman. Qilib berganman, bir 15 minut translation bo'lgan. Keyin o'qigandan keyin ko'prik tugab qolayotgan vaqt bo'lgan. Ana shuncha odam turgan, u odam ketib qolgan. Ular ketgandan keyin televidendan kelgan. O'sha Marglovga kelgan. Kelgan vaqtda o'sha xalq ta'limi vaziri kelganlar. Maktabgacha kelgan xalq ta'limi vaziri. Kelgan vaqtlari translation bo'lganmanda, ana endi bir mana bunaqa chet davlatli odam kuchli terminlar ishlatyapti. Men o'ylab o'tirman. Ana endi masalan, men idealni masalan birinchi marta qilayotgan bo'lsam, qaytarib qo'limda varaq bo'lish kerak-da. Yozib olib, tushunarli. Lekin men hammasini eslab qolaman. Eng qiziq odamlar o'tiribdi-da. Video olyapti-da mana. Jarayon. Endi pressure bor. Hayajonli. Endi aytaman-da, please don't mess up, please don't mess up. Xato qilma deyman. Endi qilib berdim. Ikkovlari ham juda ham mendan xursand bo'ldilar. Rahmat deb aytdilar. Endi u tarafda menda o'sha tarafda qarangda, masalan men o'zi IT menejerni assistant bo'lib borganman. Lekin men translatorlikka shuni ham borib harakat qilib ko'raman. Odamlar ko'rib turib menga kelib o'sha ish taklif qilganlar. Xolasangiz, mana shu kun nechinchi marta harakat qilyapsiz deyapti. Birinchi marta dedim. Rostdan men birinchi marta dedim. Keyin xolasangiz masalan shunaqa narsalar bor. Lekin endi yaxshiroq translator bo'lish uchun albatta ko'proq mashq qilish kerak. Endi men universitetim zavar men yo'q deganman. Lekin men bu narsani aytib ketmoqchiman, o'sha qanaqa risk bo'ladigan bo'lsa, olish kerak, kutib turmaslik kerak. Ya'ni risk olgandan keyin ham bu mabodo o'xshamay qolsa, bundan tajriba qilib turib o'ziga olsa bo'ladi. Masalan, o'sha situationni holatni qilib chiqsa ham masalan, o'ziga ham bu foyda bo'ladi. Masalan, xuddi o'sha vaqtda, masalan, o'zimga savol kelgan, men tarafda kuchli tarjimonlar bor. Men borishim shartmi? Men ularni oldiga kulgili bo'lib qolmaymanmi degan fikr o'tgan. Lekin o'sha vaqtda men kitob o'qib turgan vaqtim bitta joy chiqib qolgan. Juda ham kuchli, bu ham kod deyiladi. Men kodlarni yozishda, kod o'zbek tilida iqtibos deyiladi. Men yig'ishni juda ham yaxshi ko'raman. Har kunlik masalan o'sha muloqotdan eshitaman. Bu muloqotda aytilgan comparison is the thief of joy. Ya'ni agar o'zingizni kimgadir taqqoslasangiz, albatta o'sha sizni xursandchiligingizni olib qo'yadigan qanaqadir bitta narsa bo'lishi mumkin. Men o'sha vaqtda taqqoslaganman o'zimni. Lekin yaxshi jihatdan taqqoslaganman. Riskni olib turib, ishlab turib, o'zimga experience olganman. Shunaqa bo'lgan. Zo'r. Ana rasmlar jo'natgandingizda, ana chet elliklar bilan rasmga tushgansiz, nimadir prezidenti, kimdir, vazir, o'shalar rasmlarini tashlagansizda menga imkonimiz bo'lsa, o'sha tashlagan rasmlaringizni videoni ostiga chiqaramiz biz, xudo xolasa. Kimlar bilan tushgansiz, kimlar bilan gaplashgansiz. Alisher Sa'dullayev ustoz bilan uchrashish qanaqa bo'lgan? Xo'p,
Bo'lmasa men o'sha Alisher Sa'dullayev bilan ko'rishmasdan oldin ham bitta konferensiya bo'lgan, o'sha haqida qisqacha gapirib o'taman. O'sha keyin Alisher Sa'dullayev bilan muloqotga ketadi. Xo'p, men birinchi o'sha Quality Assurance Forumdan keyin bu sentyabrda o'tkazilgan. Sentyabrdan keyin men yana kattaroq miting bo'lgan, konferensiya bo'lgan. Bu 7 kun bo'ladi deb aytilgan. 11-noyabrdan 14-noyabrgacha. Haligi bizlar volontyorlar uchun o'sha 7 kun bo'lgan. Dushanbadan shanbagacha bo'lgan. Bizda borgan vaqtimiz o'sha u mitingning nomi, konferensiyaning nomi PISA degan test bor. O'sha PISAni 60-yig'ilish bo'lgan. Xalqaro test va xalqaro test bo'lgan. 60-yig'ilish bo'lgan. O'sha har yili har xil davlatda o'tkaziladi va o'sha biza 2025-yili O'zbekistonda o'tkazganmiz shu narsani. We were honored to have it. Men o'sha vaqtda volonterlik bo'lgan, intervyu bo'lgan, monitorga qatnashganman. Monitorga qatnashgandan keyin juda ham ko'p kishi o'sha rekord tashlagan. Mana ham olinglar degan. Men topshirib turib, agar o'tsam yaxshi bo'ladi degan, chunki u konferensiyaga 90 ta davlatdan ko'proq odamlar kelgan. Har bitta o'zining davlatini o'sha reprezent qilgan, ochib bergani, taqdim qilgani odamlar kelgan. Men o'sha vaqtda o'tganman, juda ham xursand bo'lganman o'sha vaqtda. Endi keyin biz borganmiz. Biz birinchi kuni, o'sha ikkinchi kuni borib, men birinchi kuni borganimdan keyin men o'sha O'zbekistonni reprezent qilib beradigan odam bizlarni professorimiz bo'lgan. O'sha Mohsara Muhammad Yunusova degan u kishi bizning koordinatorimiz bo'lganlar. O'sha O'zbekiston tilining koordinatori bo'lganlar. Xo'p, o'sha vaqtda bu kishi menga ishonib turib, menga kattaroq ishlarni berganlar. Masalan, o'sha volontyorlarni koordinator qilib qo'yganlar menga. Masalan, siz bu tarafga borasiz, lunch breakga masalan, mehmonlar kelgan vaqtda bu men tarafdan burilin deolmaysizda ularga. Masalan, to'rga boring, volontyor bor, ko'rsatib oladi. Xuddi mana shu narsani endi Intercontinental birinchi miting Intercontinentalda bo'lgan, ikkinchi bu conference Balamda bo'lgan. Hiltonda bo'lgan bu. Hiltonda endi birinchi binosida kiravergandan o'ng tarafga salgina uzoqroq ketiladi. Kechinga uchun ular adashib qolmasligi uchun men ularni har bitta joyga qo'yib chiqaman, o'sha 5 metrdan qo'yib chiqaman. Ular borgan, keyin o'sha hammasi yaxshi bo'lgan va keyin o'sha keyingi kunlari men yana risk olganman. Xo'p, PISAni xalqaro baholash tizimini asoschisi va direktori bor. Andres Schleicher degan odam bor. Men u asoschi deb odam. U odam o'tirgan vaqtda o'sha o'zbeklar bilan ular ham ingliz tilini biladi. Lekin masalan to'liq o'zini ochib bera olmaydi. Men kuzatganman. Sraz kirganman, darrov kirib bormagan. Masalan, yordam kerakmi deb kirib bormaganman. Masalan, ko'rganman. Keyin sekinroq masalan kirib assalomu alaykum deb blending qo'shib ketganman. Men ularga tarjima qilib berganman. Keyin o'sha u kishi bilan rasmga ham tushganmiz. Rasmga tushgandan keyin masalan o'sha 3 kun, 4 kun dan keyin oxirgi kuni biz 90 davlatdan kelgan mehmonlarni biz ularni restoranga yetishimiz kerak bo'lgan. Restoranga yetishimiz kerak bo'lgan vaqtda 10 ta volontyor bo'lgan. Bizning o'sha koordinatorimiz 4 odam tanlaganlar. Sen borasan, sen mana bo'lgan ichida. Men xursand bo'lib ketganman. Shuncha ishlab turib, borib biror nima yeyishimiz mumkin deb o'ylaganman. Endi biz juda ham katta restoranga yetishgan. U tarafga endi ofitsialni o'sha ingliz tilida salgina muammosi bo'lgan, biladi ko'p kishi, lekin salgina muammosi bo'lgani uchun biz ularga yordam berganmiz. Mana shu yordam berish bo'lgan. Endi o'sha vaqtda yana bitta universitet bor. Men universitet mas'ullaricha o'sha Abdulla Avloniy nomidagi universitet. Nomidan keyin unda o'sha mana shunaqa institut bor. Ya'ni mahorat kollej menimcha o'sha o'qituvchilar borib turib o'zini mahoratini oshirib keladi. Shunaqa treninglar, oylik kurslari bor. Shunaqa. O'sha tarafda bo'lgan. O'sha taraf o'rinbosari kelganlar. Mana shu tarafda communication juda ham mendan kattaroq o'ynagan. 4 ta odam borgan.
endi u 4 ta odamdan 3 takisi endi men o'zim bittasi bo'lganman, 3 ta odam ancha tajribali odam bo'lgan. Borgan vaqtlari savol berganlar bizga. Javob berganmiz. Keyin meni tanlaganlar. Yana bitta odam tanlaganlar. Aytganlar, "Ana endi hozir maktabgacha bo'lgan ta'lim vazirlarini birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlar kerak" deb aytganlar. Ismini aytib o'taman. Azizbek Anvarjonovich Turdiyev. Bu kishi o'rinbosarlari va birinchi o'rinbosarlari o'sha Sherzod Abdurasovich bo'lganlar. Men ularni table'ga o'tirganman. Men ular bilan bitta tableda turib, PISAning direktori ham bo'lgan, o'sha xalqaro assessment, xalqaro baholash tizimini founderi, asoschisi va o'sha executive director bilan bir joyda o'tirib turib, men ularga translate qilib berganman. Tarjimonlik qilgansizda vazirlar o'rtasida. Ha. Endi bu degani vazirlar ingliz tilini bilmaydi emas, ular juda ham yaxshi biladi. Lekin biza in case turganmiz oldida. Har ehtimolga qarshi. Har ehtimolga masalan yordam berganman, unaqa deb javoblar berganmiz. Masalan, men o'tirgan joyimga ikkita vazir o'tirganlar. Ikkita vazir bir tarafda o'sha Asian countries-ni Ministry of Education bo'lgan va men bu tarafda o'sha PISAni hozir deb o'tganmiz, Andrey Shleyxer o'tirganlar. Juda ham yaxshi experience bo'lgan bu menda ham. Tajriba bo'lgan va o'sha vaqtda rasmga ham chiqganmiz. Keyin men o'sha qiziqarli holat bo'lgan, qo'rqqanman, borib turib assalomu alaykum degan rasmga tushsam bo'ladimi deb o'ylaganman, lekin ular vaqti bo'lmasa kerak deb o'ylaganman, lekin orqasidan chiqib turib aytmoqchi bo'lgan vaqtim why not deganda, keling tushamiz. O'sha keyingi vazirlar sizlar bo'lasizlar deb aytganlar-da bizga. Juda ham xursand bo'lib ketgan o'sha vaqtda bizani rasmga olganlar. Ikkita vazirlar bilan tushganman. Juda ham xursand bo'lgan undan keyin. O'sha borib qarib uxlamaganman-da, xursandchiligimdan. Ha. Men u xabarni birinchi hazm qila olganman. Keyin sizga tashlaganman. Shunaqa bo'lgan. Juda ham qiziqarli holat bo'lgan o'sha vaqtda. Endi Alisher Sadullayev ga to'xtalib o'tsak, Alisher Sadullayev o'sha mana bunaqa ideal odamlarim bor. O'sha ideal odamlarga look up qilib turib, masalan, ularga havas qilib turib, motivatsiya olaman. O'sha motivatsiya olaman. Masalan, Alisher Sadullayev mana o'sha listimda ham bor. Mana masalan, ko'plab odamlar bor, ularga qarab turib, har bitta qiladigan masalan yangiligidan olib turib o'rnak olaman. O'sha vaqtda biza yangi Speaking Club loyihasi bo'lgan. Speaking Club loyihasiga o'sha yana bu Ibrat Academy degan приложение bo'lgan, o'sha application bo'lgan vaqtda ilova bo'lgan. Xuddi o'sha vaqtda bizga yangi Speaking Club degan bo'lim ochilgan. Ibrat Academy'ning ichida. Eng qizig'i, mana shu narsa menimcha bir haftadan ichida qurilgan, juda ham tez qurilgan. Ya'ni bu fikr Alisher Sadullayev o'zlaridan chiqqan. Darrov qilindi. Qilingandan keyin endi u narsani ommaga mana tatbiq qilish uchun 7 ta mentor tayinlanib olindi. Odamlarga masalan yordam berish uchun. Men ulardan bittasi edim. Ayni biz kirib turib 7 kun dars o'tib berdik. Masalan, SAT bo'ladimi, IELTS bo'ladimi, qanaqa bo'lsa ham o'tib bergan vaqtimiz, masalan, ba'zi birlar bor, shunaqa odamlar bor, shunaqa aytadi, masalan, men farzandimni o'qityapman, o'zim ham o'qimoqchiman, lekin masalan, o'sha finance tarafdan, pul moliyaviy tarafdan salgina siqilganman degan joylar bo'lgan. Lekin men o'sha vaqtda aytganman, bu bepul. Qanaqa masalan o'rtoq bo'ladigan bo'lsam, olib keling. Men qo'limdan keyin sizlarga yordam beraman deganman. Dars o'tilgan, darsdan keyin masalan question session manaqa savollar so'ralgan, hamma savollarga men o'sha 7 kun davomida javob berganman. Va o'sha vaqtda endi bu taklif albatta o'sha Alisher Sadullayev tomonidan aytilgan. Va o'sha vaqtda Alisher Sadullayev darsga kirganlar meni. Dars o'tirgan vaqtimda o'sha o'zlarining fikrlarini qoldirib ketganlar. Uni ko'rib juda ham xursand bo'lganman men. Assalomu alaykum so'z deganman va albatta o'sha menga javob qaytarib, "Alaykum assalom" deb qo'yib, meni ismimni ko'rib turib, o'zlarining fikrlarini qoldirib ketganlar. Bu ham menga juda ham motivatsiya bo'lgan. Nima uchun? Men Alisher Sadullayev bilan juda ham ko'p uchrashganman, lekin
bir narsada masalan men endi o'zim idealimdagi odam bo'lganim uchun masalan men u kishini to'g'risi vijdondaligimda ham ko'raman deganman-da. Qayerda ko'rsam deganman, ko'rmoqchi bo'lganman, ko'rganman. Men u kishi bilan gaplashaman deganman, gaplashganman. Masalan, men u kishi bilan bitta listda bo'laman, masalan, qarab turib, qanaqadir proyektlar bilan birga ishlayman deganman. O'sha alhamdulillah masalan hozir u kishi bilan o'sha Ibrat Debate o'sha taraf Alisher Sa'dullayev tarafdan sponsorlik qilgan o'sha birga ochilgan Ibrat Debate birga proyektda ishlab kelamiz u kishi bilan. U kishini Ibrat Debate, Ibrat Fazanari o'sha yoshlar ishlari agentligi tomonidan ochilgan. O'sha haqda masalan u kishini ko'ramiz. Juda havas qilaman u kishiga. O'sha haqda ko'rib turib aytmoqchi bo'lganim, masalan odam o'ziga niyat qila olishi kerak. Masalan, nasib bo'lsa ko'raman, mana bunday qilaman desa, o'ziga juda ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana hozir aytib o'tdingiz-ku, mana oldindan ham u odamni ko'rishni niyat qilganman. Keyin boya aytdingizki, mani ideal insonlarimni nimasi bor, lista bor, ro'yxati bor dedilar. E'tibor beringlar shu joyga. Kimdir hayotdan qanaqadir maqsadi bo'ladigan bo'lsa, kimgadir o'xshashni xohlaydigan bo'lsa, u odam o'zini idealni yaratadi-da. Yoki kimgadir havas qiladi, kimlardir gapini ko'proq aytadi, o'shanga nima qiladi? Shunaqa inson bo'lishga harakatini qiladi. Behruzjon sir bo'lmasa, mana shu ideal insonlarning ro'yxatida Alisher Sa'dullayev borliklarini aytdingiz. Yana kimlar bor, agar sir bo'lmasa, bir ikkita uchtalar nomlarini aytib o'tsangiz, bu juda ham mana bizni kuzatadiganlarga va men o'zim uchun ham juda ham qiziq. Okay. Xo'p, menda to'g'risini aytaman, 5 ta odam bor. 5 ta menimcha 6 ta, yaqinda 6 ta bo'ldi. Kechirasiz gapingizni bo'ldim. Mana shu 6 ta ro'yxatdan yana bitta savol keldi-da hozir. Qarang, birinchi navbatda kimgadir havas, idealni yaratadigan yoki ideal insonni bir topib olish kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, o'shunaqa ideal inson o'zi qanaqa topiladi? Nimasiga e'tibor berish kerak? Sizning fikringizcha? Yaxshi savol bo'ldi. Xo'p, shuni ham aytib o'tib ketsangiz. Xo'p. Aha. Men 6 ta odam sanaman, ba'zilari o'sha private. Xo'p. Shaxsiy gaplar. Shaxsan, xo'p. Albatta meni o'zim dadamni lista borlar. Birinchi o'rinda dadam turadilar. Men havas qilaman nimaga, masalan, men shuncha ketirib qo'yib, masalan, hozir men turgan paytsam albatta bu dadam uchun bo'lgan. Dadamlar menga juda ham ko'p o'sha contribute qilganlar, masalan, menga yordam bergan, xuddi mana shu pastgacha kelishimga men qancha ko'p rahmat aytsam ham bu kam. Zo'r. Ikkinchi, mana bunday qilaylik. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qilmaylik. Bo'ldi, tushunarli. Ketdik, umumiy. Umumiy. Yaxshi, dadangizlar. Rol model siz uchun. Albatta o'sha Alisher Sa'dullayev bo'ladilar. Aslida uchinchi odam siz bo'lasiz. Nimaga desangiz, masalan, meni xuddi mana shu achievementlarga, mana yutuqlarga erishishimga ham siz sababchi bo'lgansiz. O'shuning uchun qanaqadir yutuqqa erishsam ham, men sizga ilaman, masalan, ustoz masalan mana shunga erishdim-man, ustoz men buni qildim-man deb aytib qo'yaman. Nimaga? Chunki agar o'sha vaqtda siz bo'lqay bor sifir topshir deganingizda, men bunaqa vaziyatga kelib qolmagan bo'lardim. Masalan, men bunaqa yutuqlarga umuman erishmagan bo'lardim. O'sha vaqt siz yo'q, men sening potensiyalni ko'ryapman, qilasan deganingiz uchun men qanaqa yutuqqa erishgan bo'lsam ham, men bilaman, ko'p yozaman sizga, o'sha uchun yozib turib, ustoz erishdim, juda ham rahmat deb qo'yaman. O'sha uchun albatta masalan buni olib qarasa, daraxtni ekish bor. Daraxtni ekkandan keyin uni masalan parvarishlash, masalan o'sha yo'naltirish qanaqadir joyga bo'lgan. Hali masalan o'sha yo'naltirish joyda ham siz ham hissangiz juda ham ko'p bo'lgan. Ma'lumot o'rnida bizda endi o'quv markazi sohasida ishlaganimiz uchun shunaqa holatlar bo'ladi. Ota-onalar bilan, o'quvchilar bilan, ba'zi bir dangasaroq o'quvchilar bilan shunaqa holatlar bo'ladi, muhitlar bo'ladi. Odam charchoqni his qiladi ba'zi vaqtda. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi. Uni Behruzjonga o'xshagan shogirdlarimiz yutuqlarini tashlaganda, yutuqlari bilan bo'lishganda
odamga qandaydir bir yana kuch keladi, energiya keladi, hayotga bo'lgan qiziqish uyg'onadi, hayotga bo'lgan nima deydi, qarashlar o'zgarishni boshlaydi. Yana ham harakat qilish, mana men jamiyatga kimgadir bir foydam tegyapti-ku degan bir yaxshi bir fikrlar keladida, odamni bir yana ham bir yangiliklar qilishga, o'zini ustida ishlashga undaydi-da. Men o'zim ham juda xursand bo'laman o'sha shogirdlarimizni, sizga o'xshagan shogirdlarimiz yutuqlarni bo'lishganda, ota-ona ham va albatta ustoz ham nima deydi, hamin qadar nima deydi, energiya oladi, xursand bo'ladi, motivatsiya oladi. Men o'zim aytaman ko'p shogirdlarimizga, sizlardan men motivatsiya olaman, sizlardan energiya olaman deyman. Shu yerda mana hozir ancha muvaffaqiyatlar, yutuqlarni aytib o'tdingiz. Hozir dadangiz haqida gapirishingizdan oldin o'zi shu savolni bermoqchi edim. Yana juda ham ko'p bilaman, yutuqlaringiz bor, muvaffaqiyatlaringiz bor. Hali bu haqida yana gaplashamiz. Lekin shu yerda qisqachagina, chunki o'zi eng asosiy muhim masala shu o'zi aslida. Mana shu darajada kelishga, sizni hozir 18 yoshingizda erishayotgan yutuqlaringiz Alloh bundan ziyoda qilsin. Havas qilaman. Shogirdlarimiz, farzandlarimiz kamida sizday bo'lishini xohlaymiz. Lekin mana shu yerda aynan sizday yigitni tarbiyalash uchun mana ota-onangiz nima ishlar qilganlar va o'zi mana bizani kuzatib turgan tomoshabinlar ichida ota-onalarimiz ham borda. Aynan sizdaqa farzandni tarbiyalash uchun ilmga chanqoq, yangilikka ochiq, hech narsadan qaytmaydigan, masalan, sal nima tilda, ko'cha tilda aytadigan bo'lsak, duxi baland bo'lishi uchun ota-onalar nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Xo'p, men bu savolga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Xo'p, mani masalan shu pastagacha kelishimga albatta dadam sababchi bo'lgan deb aytdim. Masalan, ko'proq odamlar masalan menga sababchi bo'lgan, lekin ayni qanaqa jihatlar mani o'sishimga yordam bergan bo'lsa, albatta bu o'sha endi men ko'rganman, lekin umumiy qilib aytadigan bo'lsa, o'sha farzandini o'qishiga qiziqib turib, har kun kelgandan keyin bitta savol beradigan dadamlar masalan shunaqa qilganlar. Masalan, maktabga borganman, kursga borganman, qayerda borgan bo'lsam, kelgan vaqtim savol berilganlar. Bugun nima o'rganding? Bugun nima o'rganding? Masalan, ba'zi bir odamlar kursga boradi, keladi, nima o'rganding? Savol bersa, bilmadim, masalan, o'rtoqlarim bilan gaplashdim. Degan masalan aytish mumkin, nimalar o'rganding degan vaqtda ko'p narsa aytish mumkin. Buni o'rgandim deyish mumkin. Lekin nimani o'rganding degan, nimalarni o'rganding emas, nimani o'rganding degan vaqtda masalan o'sha eng yaxshisini tanlab turib aytganman. O'zimga masalan o'sha menga yordam bergan, eng yaxshi informatsiyani olib yordam berganman. Keyin masalan men shu communication, ya'ni shu muloqotimni ingliz tilini ham o'zbek tilini kuchaytirishiga yordam bergan narsa albatta bu dadamlarni o'rgat degan gaplar bo'lgan. Shuning uchun yana buni statistikaga bog'layman. O'sha statistika bo'lmasa, masalan bizda o'sha learning pyramid degan narsa bor, ya'ni bu o'rganish piramidasi degan narsa bor. Men o'rgangan narsamni singlimga o'rgatganman. Qo'limdan kelgancha opamga o'rgatganman. Bu narsasi aylanadi bizda. Mana bunaqa learning pyramidda mana bunaqa bo'ladi. Rasm chiqarsam bo'ladi. Men qo'limdan kelgancha aytaman. Birinchi, qanaqa informatsiya biladigan bo'lsa, odam o'qisa 10% informatsiyani oladi, o'qisa. Ana endi uni eshitib ko'rsa 20% dan 30% gacha oladi. Ana endi uni visualize qilsa, ya'ni masalan prezentatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, uni 30% dan 40% gacha bo'ladi. Ana endi uni odam o'tirib turib kim bilan discuss qilsa, ya'ni masalan muhokama qiladigan bo'lsa, u 50%, 70% gacha ko'tariladi. Ana endi oxirgi etap bor, o'rgatish. Ya'ni o'rganish, men shuni o'ylayman, o'rganish eng zaruri bu o'rgatish. Masalan, ba'zilar aytish mumkin, qanday o'rgataman deyiladigan savolga, masalan, qanday o'rganaman degan savolga ko'proq masalan qanaqandir bahonalar kelib qolishi mumkin, lekin qanday o'rgataman degan savolga albatta bitta muammo bo'ladi. Ya'ni bu agar o'rganmagan bo'lsangiz, o'rgata olmaysiz. Albatta uni o'rganib olib, hazm qilib olib, keyin o'rgatish kerak. Xuddi shu men o'rganib turib, hazm qilib olib, keyin singlimga o'rgatganman. Shunaqa.
Demak, ota-onangiz haqlarida gapirganda eng asosiy masalalardan bittasi, demak, ota-onangiz doimiy siz bilan muloqot qilib turganlar. Qayerga borgansiz, nima o'rgangansiz, sizga e'tiborsizlik qilmaganlarda juda katta e'tiborni berganlar. Siz borib keladigan, o'rganadigan joylaringiz bo'yicha. Keyin o'sha motivatsiya ham bo'lgan menda. O'sha motivatsiya berganlar. Hop, undan tashqari albatta menda dadamlarni, ota-onamlarni, buvijonimlarni o'sha duolari bo'lgan menga. Qanaqa narsaga erishmoqchi bo'lsam ham, kompetitionga, musobaqalarga borganman, qanaqa konferensiyalarga borganman. Birinchi narsa uyg'otib oldi meni. Toshkentda bo'lsam ham duolarni olish bo'lgan. Telefon qilib, duolarni olish bo'lgan. Masalan, hozir ham uydan chiqayotganimda buvimlardan oldim. Duoni. Dadam ketadilar, mashinada tushayotganidan oldin so'radim. Duo bering deb. Duo berdilar masalan. Kayfiyatimni ko'tarib, keyingi ishlarimga o'sha rivojlantirdilar. Juda ham rahmat deb qolaman shuning uchun. Xo'p, boshida aytib o'tganimda qancha rahmat aytsam ham oz. Zo'r. Keling endi yana universitetga qaytamiz. Xo'p, mana bu yerda turgan Yale University ruchkasi bor. Bu haqda menda ma'lumot bor. Xohlardimki, Behruzjon, shu ruchkani qanaqa qo'lga kiritganingiz haqida gapirib bersangiz juda qiziq. Okay. Xo'p, bizada yoshlar ishlari agentligining orqasida o'sha loyihalar uyi bor. Loyihalar uyida ko'proq masalan mana bunaqa ko'plab omadli masalan ko'proq successful mana bunaqa proyektlar bor, muvaffaqiyatli proyektlar bor. Biz Ibrat Debate jamoasidamiz, masalan o'sha Ibrat Debate management jamoasidanman. Va o'sha vaqtda bo'lgan vaqtimiz boshida aytib o'tganimda Speaking Club loyihasini aytib o'tdik. Speaking Club Speaking Academy'ni product manageri bu Iskandar Kamoliddin bo'lgan. O'sha vaqtda men bir odamga dars o'tgan bo'lganman, yordam berayotgan bo'lganman, o'sha kelib qolganlar. Assalomu alaykum deb javobini turganman. Besh qandaysan deganlar. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qanday bo'ladi proyektlar? Yaxshi, rahmat. Nima qilyapsan hozir? Shu Speaking Academy'da qo'limdan kelgancha odamlarga yordam beraman. Masalan, uzoq chekkadagi odamlar bilan bog'lanib turib, yordam beraman degan vaqtim orqamdan yurchi deb aytdilar. O'zi mitingga kirib, miting oldimizda o'sha majlisni tashlab turib, hozir men kelaman deb turib, meni xonalarga yetdilar. Ofislarga yetdilar. O'sha aytdilar, men o'sha har bir davlatga universitetlarga borib keldim dedi. Mana bunaqa bir top universitetlar, masalan Harvardga yoki masalan o'sha Yale'ga top universitetlarga borganlardan keyin O'zbekistondagi mana bunaqa yoshlarni ko'rsam sog'liq keldi deb aytdilar endi. O'sha vaqtda menga ilinib turib, mana shu Yale'ni ruchkasini berganlar. Ya'ni masalan mana o'sha ishlashimni ko'rib turib, aytgandilar, masalan o'sha ko'nglim jiz etdi. Sizda masalan o'sha iqtidorli yoshlarimiz bor ekan, o'sha iqtidorli yosh bo'lganingiz uchun deb sizga mana shu Yale degan ruchkani bergandilar. Buni hali ham oylayman. Bitta qiziqarli hikoya bor. Buni ham bitta aytib beraman, darrov aytib beraman. Universitetda meni oxirgi imtixonim Business of Statistics bo'lgan. U qiyin bo'lgan. Men 100 ball olmayman deb o'ylaganman. Shu ruchka bilan yozganman. 100 ball olganman-da. Shunaqa qiziqarli hikoya qo'ygan. Mana bu kasbimizdagi kasbimizdagi belgicha, nishoni haqida ham bir qisqacha gapirib o'tsangiz. Uni ham tarixi bor adashmasam. Xo'p. Ko'rsatib qo'yaman ham tarafda. Bu o'sha American flag and Uzbekistan flag, ya'ni bu O'zbekiston bilan Amerikani bayroqlarini o'sha tutashtirib qo'ygan. Bizning universitetda o'sha birinchi semestrimizda bilganlaringizda bitta bir kurslik semestr bo'ladi. Birinchi semestrda bizda juda ham meni yoqtiradigan professorim bo'lganlar, Karen Mitchell. Bu kishi o'sha Amerikada bo'lganlar. U kishi juda ham o'sha mana bunaqa Moroccoga, Amonga borib kelganlar, militaryga ham borib keldi. Juda ham experienced professor, tajribali ustoz professor bo'lganlar. Keyin o'sha US Air Force, ya'ni o'sha tarafga ofitser bo'lib ishlaganlar. Men 7 kun
bo'lgan deb aytdim konferensiyani. Ikkinchi konferensiyamiz noyabrda bo'lgan konferensiya deb aytib o'tgan vaqtim bizdan universitetga bormaslik uchun olib berildi. O'sha hujjat tahlil berildi. Aynan men o'sha vaqtda ustozga ko'rsatdim. Ustoz bilan bormadim darsingizga deb. Bizada web sirning yaxshi narsasi nimadandir masalan tushunmasdan qolsa bizada office hours bor. Bemalol borib turib, ustoz bilan gaplashib, yangi narsa o'rgansa bo'ladi. Men shu vaqt borganman, ustoz kela olmadim darsingizga uzr, aytganim email yozib qo'ygandim, masalan, mana shunaqa narsalar bo'lgandi. Xo'p, men siz o'rgatgan narsalarni ham mana shu translation tarjima qilayotganimda ishlatdim deb aytdim. Endi o'sha American stop to'xtab turamiz deb aytdilar. Oldilar proslarni qidirdilar. Ma'lumot berdilar. Xo'p, bu kishi bu narsani o'sha Amerikadan olganlar, o'sha Air Force'ga ishlayotgan vaqtlari olganlar. Bir dona olib kelganlar, aytganlar, bir dona olib kelganman deb aytdilar. O'zbekistondan ketmaslardan oldin edi, bir hafta yoki 2 hafta oldin edi. Bitta odamga beraman degandim. Samverni narsani bergandilar. Hozirgacha uni olib yuraman. Hozirgacha qo'limda turadi masalan, shu meni ustozimni o'shimga juda ham katta yordam berganlar. Xuddi mana shu olib bergan vaqtlarda masalan motivatsiyam to'lib ketganman, juda ham rahmat deganman. Shu uchun masalan juda ham ko'p narsa o'rganganman ustozlarimdan. Zo'r, ajoyib, Mehrijon. Shu yerda ma'lumot o'rnida bir yaxshi bir fikrimizni, niyatimizni bitta eslatib, tomoshabinlarimizga, bizni kuzatuvchilarimizga yana shuni bir ham o'zimizga, ham tomoshabinlarimizga eslatib aytib o'tmoqchiman. Biz o'quv markazimizni tashkil qilganimizda, Stanford o'quv markazini tashkil qilganimizda ruhlanganmiz, niyat qilganmizki, biz o'sha dunyodagi eng top 10 talik universitetlarga biz kadrlar yetishtirib beramiz, talabalarni yetishtirib beramiz. Aynan shunaqa universitet, top universitetlarga o'qiydigan yoshlarni aynan shu g'ijduvonimizda tayyorlaymiz degan niyatimiz bo'lgan va mana hozir o'quv markazimiz tashkil bo'lganiga 6 yil to'lgan bo'lsa, hali bitta, ikkita o'quvchini aynan o'sha universitetlarga jo'natmadik. Ularga hali hech kim kirgani yo'q g'ijduvonimizdan. Lekin aynan qachon men Behruzjon bilan gaplashadigan bo'lsam, o'ziga ham men aytganman buni. Xudo xohlasa yaqin oralarda inshaalloh shuni xabarini eshitasizlar degan umiddaman va o'zim men shunga ishonaman. Hop, g'ijduvonimizdan top o'sha 10 talikka kiradigan Harvard bo'lsin, Stanford bo'lsin, Oxford bo'lsin, Cambridge bo'lsin, top 10 talikka kiradigan universitetlar g'ijduvondan borgan birinchi talaba bo'ladi Behruzjon degan yaxshi bir niyatimiz bor. Bizani ko'rib turganlar aynan shu gaplarimizga omin deb duo qilib qo'yasizlar. Bu Behruzjonni o'sha yoqqa borishi va Behruzjonni orqasidan butun bir G'ijduvondan, O'zbekistondan, Buxorodan ko'pgina yoshlarimiz shunaqangi bir top universitetlarda o'qib, ularni zo'r ilmlarni, tajribalarni o'rganib kelib, aynan G'ijduvonimizda, Buxoro, O'zbekistonimizda qo'llashlarini biz juda ham xohlaymiz va biz eng katta orzu, maqsad, niyatlarimizdan biri mana shu. Xo'p, Behruzjon, demak, mana ajoyib ma'lumotlarni aytib o'tdingiz. Endi keling, Webster universitetlaringizga mana mashhur bo'lgan TED Talks, TEDx degan loyihalar bor. Butun dunyoda bizni ingliz tilini o'qiyotganlar buni yaxshi tushunishadi. Xo'p, keling birinchi o'sha TEDx va TED Talks nima ekanligi va mana sizni yana qaysidir sizni sheriklaringiz orqali Webster universitetida shu TEDx ni tashkil bo'lishi haqida ma'lumot berib o'ting. Xo'p. Bizda Webster universitetimizda TEDx bo'lmagan avval, harakat qilgan odamlar olib kira olmagan, lekin biza bir narsani boshladik deb turib, bizani o'sha founderimiz bo'lganlar, founder Iqboljon Mamasadikov degan odam bo'lganlar, o'sha hozir 3-kurslar. U odam yo'q deyishlariga qaramasdan turib, o'sha universitetimiz, endi yo'q masalan ochib bermayman emas, masalan eventlar ko'p degan bo'lsa mumkin, lekin o'sha vaqtda yo'q degan bo'lsa ham u odam ketmasdan turib har kuni borgan. Masalan o'sha maqsadi bo'lgan, men shuni approve qilaman, men uni o'sha tasdiqlayman. Keyin ketaman degan o'shida maqsad bo'lgan. Va nihoyat biz olgandan keyin hozir masalan keyingi etap o'tmasdan oldin men TEDx bilan TED Talk'ning farqini tushuntirib bermoqchiman. O'zi nima ekanligi va farqini tushuntirib bersangiz, tomoshabinlarga. TED Talk degani, bu TED ko'pincha holatlarda TED Talk bor, TEDx bor. TED Talk bu
katta masalan konferensiyalarda nutq beradigan odamlar gapiradi. Bunda ko'pincha masalan o'sha muvaffaqiyat odamlar keladi, masalan aytib o'tgan bo'lsangiz Steve Jobs masalan. Masalan Bill Gates borib gapirganlar yoki Mark Zuckerberg ular borib masalan speech bergan. Bu ko'pincha holatda nufuzli universitetlarda keyin katta masalan bu o'sha TEDx bu asosiy nutq beradigan nutq berishni masalan o'sha qo'yib beradigan programma hisoblanadi. Bizda ham TEDx bor. TEDx bu independent deyiladi, ya'ni mustaqil. X oldida bor, X degan masalan TEDx masalan Webster, TEDx Newsbexton, TEDx Westminster. Uch tarafda masalan mustaqil bo'lgani uchun bu ham nufuzli. Buni olib kirish ham qiyin bo'lgan. Biz shuni olib kirib, olib kirganimizdan keyin bizda bitta founder bo'lganlar, o'sha boshda aytib o'tgan Iqbol Jamol Masadiqov, keyin men bo'lganman, keyin bitta Asad aka degan akamiz bo'lganlar. Ular bilan olib kirib turib, biz tashlaganmiz 300 dan ko'p birinchi o'sha ro'yxatdan o'tgan odamlar bo'lgan. Tashlagan vaqtimiz juda ham xursand bo'lib ketganmiz. O'sha kunlari videolari ham bor, taxlash narsalar bo'lgan, chiroqlar kelgan, hamma saqlab turib kitoblar olganmiz, sovg'alar olganmiz. Keyin bizga professorlar kelgan vaqtimiz bizda IELTS instructor ham kelganlar. O'sha nima aytib o'taman, Ibrahim Mansurov degan odam kelganlar, o'sha Buxorolik odam. Mana o'sha bilan speakinglarni qarab turib havas qiladigan odam bo'lgan o'sha. Ana endi men u tarafga bitta o'ynaganman, bitta o'ynatganman ularga. Coffee break bo'ladi. Bizda o'sha founderimiz chiqib bir gap aytganlar. Bugungi TEDx boshqa TEDxlardan farqli o'laroq boshqacha bo'ladi. Bir xil bo'lmaydi. Shu tomoshabinlarga ham yuzlamoqchiman. Masalan, o'sha mabodo TEDxga borib ko'rgan bo'lsangizlar, masalan, TEDx nima qilinadi? O'tiriladi, eshitiladi, coffee break urus ketiladi. Lekin men nima qilmoqchi bo'ldim? Bizda ko'p odam keldi. Masalan, oldinda birini o'tiribdi. Men odam bilan kelasi 3-4 soat o'tiraman birga. Masalan, qulay o'tira olmasligi mumkin. Qulay o'tirishim uchun odamni bilib olganda, masalan, o'zimga ham yaxshi. O'sha uchun bizda o'sha Let's Be Partners degan o'yin bor. Bu o'yin biz Ibrat Tibet Kemga borgan vaqtimiz Alisher Sadullayev tomonidan o'sha Stanforddan turib bizda o'sha Zoom orqali bog'lanib biz ana shu o'yinni o'ynatganlar. Stanford universitetidan turib o'sha universitetda chiqib gapirib berganlar bizga. O'yin mana qilib oladi. O'yin nomini qaytib aytib o'tib keting. Xo'p, Let's Be Partners deyiladi. Ya'ni bu keling o'sha sherik bo'lamiz degan o'yin bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Masalan, 10 ta odam bo'lishi mumkin, 100 ta odam bo'lishi mumkin. Har bitta odam turiladi. Turgandan keyin masalan oldidagi odamga qarab turib, o'zini nimadan yaxshi bo'lsa aytiladi. Masalan, men kompyuter sohasi bo'yicha yaxshiman. U odam aytishi mumkin, men marketing sohasi bo'yicha yaxshiman. Masalan, men marketing sohasida yaxshi bo'lgan odam bilan ishlar olib foyda ola olamanmi? Ola olsam, men u bilan Let's Be Partners deb qo'lini men share qilish juda ham muhim bo'ladi. O'shanda Let's Be Partners. Bu bo'lgandan keyin men akkauntini olaman, u ham mening akkauntimni oladi. Bir kelib turib, men ham TEDx ko'raman, ham networkingni kuchaytiraman. Ya'ni bu bitta odam bilan emas, hamma odamdan kattab chiqadi bo'ladi. Bunga unumli beriladi. Bemalol borib turib, bir xil interestli odamlar topib keladi. Bir xil interestli odamlar topib kelgandan keyin ikkinchisiga ana endi partnerlarini topgan partnerlarini boshqa partner bilan ulab qo'yadi endi. Mana shunaqa o'yin bo'lgan. O'sha vaqtda men chiqib tushuntirganman. Tushuntirib bergan vaqtim o'sha Ibrahim Mansurov bilan gapirgan vaqtimiz kelib aytganlar, o'sha communication muloqotingiz yaxshi bo'ldi deb aytganlar. Meni bir tarafdan o'zim qarab turib havas qiladigan odam menga aytishi yana menga motivatsiya bo'lgan. Bundan keyin yana ishlagim kelgan. Imkon qadar biz o'sha videomizni pastiga aynan siz o'sha TEDx dasturida chiqib nutq so'zlaganingizni qo'yishni harakatini qilamiz va o'sha tushuncha shunday bo'ladiki, demak bu TED Talks, TEDxlar bular bu yerda o'sha mashhur insonlar o'zini tajribasini bo'lishadi, qaysidir bir mavzuni ko'tarib chiqadi. Men bilishim TED Talksda. TEDx demak mana hozir men o'zim uchun ham qo'shimcha ma'lumot bo'ldi. Juda ajoyib, yaxshi, xursandman. Xo'p, keling Behrizjon, endi bir kelajakdagi bir rejalar haqida gapirib bersangiz. Kelajakda qanaqa rejalar, nima maqsadlar qo'ygansiz? Eng yuqorilari qaysilar?
eng yaqin kelajakda bizga yana nimalarni taqdim qilasiz xudo xolasa? Okay. Xo'p, menda short term goal bor. Boshida bo'lganda, mana shu masalan qisqa goal bor. Qisqa muddatli o'sha erisha oladigan maqsadim bor. Keyin o'sha 20-30 yillik uzoq muddatli bor. Men qanaqa ish qiladigan bo'lsam, qanaqa masalan yangi odat olib kirsam ham, men ularni o'sha track qilish yoqtiraman, yozib borishni ham yoqtiraman. Menda bitta juda ham yaxshi kod eshitib qo'yganman YouTubedan. YouTube'da Chris Williamson degan podcaster bor. Juda ham zo'r informatsiyalar beradilar. Bu British odam, Britaniyalik odam. James Clear aytib ketganlar, o'sha kitoblari bor. Atomic Habits, ya'ni o'sha Atom odatlar degan kitob tavsiya ham berib ketilmoqda. Kitob o'qish bo'yicha. Bu kitobda aytiladi. Mana shu odatlar bo'yicha. Yaxshilab esinglar. A habit missed once is a mistake. A habit missed twice is a starting of a new habit. Bu degani odat bir marta buzilsa, bu xato. Buni qabul qilsa bo'ladi. Lekin odat 2 marta buzilsa, bu yangi odatni boshlanishi. Mana shu yangi odatni yangi boshlanmasligi uchun har bitta ishimni yozib borganman. Yana bitta narsa bor, ya'ni bu habit tracker degan narsa. Buni bemalol o'sha internetlardan, Google'dan qarab topsa bo'ladi. Ya'ni bu o'sha qiladigan odatlaringizni yozib boradigan, o'zi avtomatik yozib boradigan narsa. Masalan, bunga aytish mumkin. Men bugun 11 kitob o'qidim. 11. Ertaga masalan mana bunaqada tasavvur qilinglar, 100 kun 11 kitob o'qiyapsizlar. Lekin har bu yaxshimi? Masalan, o'qisa bo'ladi. Bu ham foydali. Lekin birinchi kun 10 ta kitob o'qib, 11 kitob o'qib turib, ikkinchi kun 11 bet kitob o'qib turib, uchinchi kun o'sha 3 bet kitob o'qib tursa, ya'ni bu har kun o'sha 1% o'sish bo'ladi. Xo'p, mana shu narsa yozib ko'rsangizlar, masalan o'sha grafikalari bor, uni bemalol qidirsalar bo'ladi. Masalan, o'sadi mana bunaqa. Bu o'sishni keyin qarab turib odam masalan o'ziga o'zi savol berishi mumkin. O'zi o'syapmanmi? To'g'ri yo'ldamanmi degan vaqtda shunday grafikaga qaraladi, o'sib bo'ladi. Agar o'smayotgan bo'lsa, pastga tushgan bo'ladi. Ilovaning nomi Habit Tracker. Habit Tracker. Zo'r ekan. Mavzu uchun ham yaxshi foydali bo'ladi, xudo xohlasa. Masalan, men pastga tushayotgan bo'lsa, it means you have to lock in. Ya'ni bu ishlash kerak o'zi. Tepaga chiqish uchun yana rivojlanish kerak. Xuddi masalan o'sha qaror olib qilsa, odamni o'ziga yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Endi o'sha long term goal uchun uzoq muddatli rejalar, maqsadlaringiz bor. Albatta men til o'rganishni yaxshi ko'raman. Hozirda men o'sha ispan tilini o'rganyapman, Spanish tilini o'rganyapman. Juda ham yoqtiraman tilni. Xo'sh, til o'rganaman albatta. Turgandan keyin albatta o'zimni ham niyatim bor. Qur'on kitobimizni albatta o'qish bo'ladi. Keyingi mana shu vaqtda men Rustam Qoriyevning gaplarini aytib o'tmoqchiman. Rustam Qoriyev bu Ibrat farzandlarini founder hisoblanadilar, asoschisi hisoblanadilar. Xo'p, u kishi bizga bitta narsa aytib ketganlar. Masalan, hozir biror nimaga erishish uchun bizning oldimizda muammolar bor. Shu muammolar masalan biz ulardan we make big deal out of it. Masalan, biz aytishimiz mumkin, bu muammom bor, bu muammom bor yoki bu muammom bor deb aytiladi. Aytilgan vaqtda masalan muammolar sizni bilan o'rab qo'yadi. O'rab qo'ygandan keyin masalan ular ko'p ko'rinib, masalan siz o'sishingizga yordam bermay, masalan o'sishingizni qoldirishi mumkin. O'sha vaqtda u kishi bitta narsa aytib ketganlar. Universitetda ko'p kirgan odam bitta xayol bilan o'qiydi, bitta xayol bilan o'qib chiqadi. Men universitetni bitirib turib qayerga ishga kiraman? Qarib deyarli ko'p odamlar masalan shunday deb o'ylaydi. Lekin u kishi aytganlar, masalan o'sha bitirib turib qayerga ishga kiraman emas, men bitirib turib nechta odamga ish o'rni yarata olaman deb aytsangizlar, masalan mindset o'zgaradi. Mindset ishchidan, employerdan CEO ga o'zgaradi. Ish beruvchiga. Ana bunday bo'lgandan keyin CEO bo'lgandan keyin odam qanaqa bo'ladi? Masalan foydalari ko'p bo'ladi buni. Birinchi liderlik kelib chiqadi. Xo'p, nima yo'q? Masalan O'zbekistonda nimani olib kirsam bo'ladi degan fikrlar kelib chiqadi. Bu liderlikni olib chiqadi.
keyin masalan foyda olib kiriladi. Masalan odam savol $100,000 o'zi topgani yaxshimi yoki masalan 100 ta odamga yordam bergani yaxshimi? Masalan $100,000 topishga yordam bergani yaxshimi? Ha. Men o'ylayman bu albatta foydaliroq, qiymati ham ko'proq deb hisoblayman. Hop, ana shu narsa uchun men albatta o'zim kompaniyamni quraman. Masalan mana bunaqada masalan qurmoqchiman deb unsure mana bunaqa qilamanmi, qilolmayman emas. Men o'zimga qo'yganman, men qilaman. Albatta men shuni qilib turib o'zimni o'sha kompaniyam bo'ladi asosida. Nima haqidaligini hali aytmayman. Albatta surpriz bo'ladi. Mana shuni bilib turib, albatta o'sha planlar ko'p, masalan o'sha shaxsiy hayotda ham bor, o'zimni masalan o'sha work life da ham bo'ladi. Albatta hozir mana shular asosiylari, juda ham ko'plari bor, lekin ular o'sha mana shular aytsam bo'ladi deb o'yladim. Ya'ni o'sha kompaniya qurish, o'zimiz o'sha Qur'on kitobini o'qish va mana shu short term goallar. Men buni ham aytib ketaman, albatta bu har bitta odamning orzusi, ya'ni o'sha ota-onasini hajga yetish. Men to'g'risini aytaman, masalan, ustoz xuddi mana shu baxtga erishganlar. Men aytadigan vaqtlar juda ham xursand bo'lganman. Yozib qo'yganman ustozga, masalan, sizga havas qilaman ustozdan, masalan, menga ham nasib qilsin deganman. Albatta shu planim bor. Bu by default, u bo'lishi mumkin emas, bo'lishi kerak, bo'lishi shart bir narsa bu. Shuni ko'rib, masalan, yana motivatsiya olganman. Albatta bu planimda bor bu narsa. Zo'r, ajoyib. Hozir bir niyat qildim Behruzjon. Nasib bo'lsa 1 yildir, 2 yildir, 5 yildir, 3 yildir vaqtini Xudo o'zi to'g'rilaydi. Xo'p, siz bilan o'sha kompaniyangizni qurganda, kompaniyangiz yaxshi bir natijalarga chiqayotganda, siz bilan mana hozir biz Stanford School o'quv markazimizni 2-podkastini mehmonisiz hozir, 2-epizodimiz hozir. Bilmayman o'shanda nechinchi epizod bo'ladi, qanaqa darajada bo'lishimizni bilmaymiz, lekin bir yaxshi niyatimiz shuki, mana Behruzjon mana bu podkast qo'yiladi-da va o'rtadagi bir eski va yangi degan kompaniyada aytib o'tilgan gaplaringiz, mana kompaniyani quraman degan joyingiz qo'yilib turib, kompaniyaning asoschisi mana shu ishlarni qildi degan bir yaxshi bir xabarni tomoshabinlarga aytishni bir yaxshi niyat qildik. Behruzjon, ajoyib suhbat, ajoyib fikrlar aytib o'tdingiz. Juda ham xursand bo'ldik. Keling endi bizni kuzatib turgan yoshlarimizga mana kimlardir qaysi sohani tanlash bilmay yuribdi. Ingliz tilini boshlamaymi, nimani birinchi o'rganay, nimadan boshlay deb yurgan bizni kuzatuvchilarimizga, yoshlarimizga keling bunaqa qilaylik. Masalan, ko'p emas, chalkashtiruvchi emas, 3 ta bir top o'zingiz uchun, o'zingizga mana dastur amalingiz bor, o'zingizni hayotdagi qadriyatingiz bor. 3 ta bir ajoyib qadriyatingizni, 3 ta bir shunaqa bir narsa aytingki, kuzatuvchilarimiz mana Behruz aka shu narsalarga e'tiborli bo'lib, shu narsani qo'llab turib, shu natijalarga erishibdilar. Nimaga men qila olmayman? Men ham bo'laman. Men kerak bo'lsa Behruz akadan 3x, 5x zo'r bo'laman degan bir motivatsiya, ichki motivatsiyasi uyg'onadigan darajada bir shu bir fikrlaringizni aytsangiz. Xo'p. Eng zo'rini oxirida qoldiraman. Birinchidan aytib o'taman. Birinchisi, masalan, ko'p kishi o'ylashi mumkin, masalan, ingliz tiliga boraymi, matematikaga boraymi, kompyuter sohasiga boraymi, IT ga boraymi, bunga boraymi deb odamdan so'rab turib, advice oladi, masalan, maslahat oladi. Men ularga aytaman, hammasini try qilib ko'rish kerak. Ya'ni o'zi o'sha odamni harakat qilib ichiga kirmaguncha, uni o'ziga qanday masalan yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, uni bilib bo'lmaydi. Mana shuning uchun qanaqa sohaga qiziqsalaringizlar, masalan, ekran turgan bo'lsangizlar, ikkalasiga ham borib ko'ringlar. Kompyuter sohasimi, kompyuterga boringlar. Masalan, Englishga borib turib ko'rish kerak. Agar ikkovga ham qiziqaman desalar, masalan, ingliz tili bilan kompyuter bo'ladigan bo'lsa, ikkovini bog'lasa ham bo'ladi. Xuddi mana shu narsa bo'ladi. Va ikkinchi narsa, in English, so I'll translate it. So, write what do you want? Yozib qo'yish kerak, katta yozib qo'yish kerak. Masalan, nimani xohlaysizlar? Men boshida o'sha NBA player Kobe Bryant aytib o'tdim. Masalan, challenge bergan bu NBA playerga.
xuddi yozib qo'yiladi. Masalan, nimani ko'proq oldingizga olasiz telefonlaringizmi? Telefon bo'ladigan bo'lsa, wallpaperdan boshqa qo'yib qo'yish kerak. Masalan, mana shu rejaga erishaman. Odam uni ko'rgandan keyin odam miyasi unga eshitadi va uni harakat qilgisi keladi. Albatta boshida aytib o'tdim, self fulfilling prophecy. Qilaman degan odam qiladi. Qilmayman desa, albatta psixologik tarafdan qilib bo'lmaydi. O'sha uchun nimaga o'sha bormoqchi bo'lsangiz, yozib qo'ysangiz bo'ladi. Oxirgisi, eng zo'ri albatta duo olish kerak. Otadan, onadan, o'sha katta qariyalardan bo'ladimi, ustozdan bo'ladimi, hammadan duosi albatta motivatsiya bo'ladi o'ziga. Keyin o'sha ishlashiga rivojlan beradi. Rahmat Behruzjon, ajoyib suhbat, ajoyib fikrlar, tajribalar uchun o'ylaymanki, bu mana shu suhbatimiz, mana shu podkastimiz ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Ko'pchilikni ichida men ham xuddi shu akamizday, shu yigitday zo'r bo'laman, bundan ham zo'r bo'laman degan bir ichki motivatsiyani uyg'otadigan, bir yaxshiliklarga xizmat qiladigan foydali bir podkast bo'ladi degan yaxshi bir niyatimiz bor. Hop, sizni keyingi rejalaringizda, keyingi o'ylagan hamma niyatlaringizda oq yo'l tilaymiz. Eng yaxshilarini Xudo ko'rsatsin va albatta sizdan bundan keyin ham ajoyib yutuqlarni kutib qolamiz. Keyingi o'qishlaringizda, ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz ishlaringizda. Hop, keyingi podkastlarimizda Xudo xolasa aynan sizga o'xshagan va yana qanaqa insonlarni olib chiqishimizni hozir tomoshabinlarimizga yuzlamoqchiman. Hop, bizni kuzatib turganlardan bir qo'llab-quvvatlashlarini so'ragan bo'lardik. Mana bugun Behruzjon bilan ikkinchi podkastimiz chiqadi Xudo xolasa va keyingi Stanford School o'quv markazimizning keyingi podkastlarida, keyingi sonlarida aynan qanaqa insonlar chiqishini, kimlarni olib chiqib suhbat qilishimizni xohlaysiz, qanaqa insonlar bizni tomosha qiladiganlar uchun qiziq bo'lishini izohlarda, kommentariyada yozib qolishingizni so'rab qolardik. Behruzjon, sizga rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.